İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ga aytdi: "Ya Rabbim, meni ham bir duo qiladigan zotga uchrashtirgin. Meni ham haqqimga duo qilsin, duolarim qabul bo'ladigan bo'lsin." Allah Teala aytdi: "Ey İbrahim, falan mamlakatda, falan shaharda duosi mustajab bo'ladigan zot bor. O'shandan borib duo ol, seni Cebrail aleyhisselam odam suratida boshlab boradi" dedi. Cebrail aleyhisselam boshlab bordi haligi İbrahim aleyhisselam haligi joyga. Mana shu uyni egasi taqillating chiqadi dedilar, o'zlari ketdilar Cebrail aleyhisselam. Taqillatuvdi, bir odam chiqdilar, ko'rishdilar. "Birodar, uyingizga mehmon bo'lib keldim, keling." O'zi kelgan mehmon atoyi xudo bo'ladi, keling. Hurmat qilib o'tir, haqqimga bir duo qiling deb uyni egasidan İbrahim aleyhisselam duo so'radi. Birodar, 40 yildan beri Allohdan faqatgina bitta narsani rosa so'rayman, yalinib. 40 yildan beri so'rayman, yetkazmaydi-yu. Sizga men duo qilib nimani yetkazdirib berardim. Nimani so'raysiz 40 yildan beri? İbrahim degan payg'ambar chiqibdi, bir marta ko'rsat, Alloh uyimda mehmon bo'lsin, mehmon qilay deb Allohdan so'rayman. 40 yildan beri hech bo'lmayotibdi iloji. İbrahim aleyhisselam yig'ladilar. "Men keldim o'zim, bugun mustajab bo'ldi duoyingiz. Men İbrahimman, siz duo qilaverib, sohibi duo bo'lib qolsiz. Sizdan duo olganim men keldim" dedi İbrahim aleyhisselam. O qo'lingizni ochib qilayotgan duolaringiz yig'ilib turadi Alloh oldida. O'ylamang, havoga qilyapman duoni deb. Allohga qilyapsiz siz qo'lingizni. Haq Allohga ko'tardingiz qo'lni. Allohdan so'rayapsiz. 40 yilda ham mustajab bo'ldi. Endi 17 yashar bola Alloh boy qilgan, g'ani qilgan. 17 yashar bolaga boylikni bersa nima qiladi? Allohim shunga 40 yoshda beradi. 30 yoshda beradi, aqlini butun qilib.